Pensiyadagi aziz yurtdoshlarim, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Men bugun sizga ko'p odamlar e'tibor bermay qo'yayotgan, lekin ertaga pensiya puli, imtiyoz, subsidiya, davolanish, kommunal to'lov yoki qayta hisob-kitob masalasida juda kerak bo'lib qoladigan bitta hujjat haqida gapiraman. Bu hujjat pensiya olishingizni, pensiya turi va miqdorini, sizning huquqingizni rasmiy tasdiqlab beradigan pensiya ma'lumotnomasi. Ya'ni pensiya jamg'armasi tomonidan beriladigan rasmiy tasdiq hujjatidir. Agar siz pensiyadasiz, ota-onangiz pensiyada bo'lsa yoki oilangizda nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya olayotgan inson bo'lsa, bu gaplarni oxirigacha eshiting. Chunki ko'pchilik men har oy pensiya olyapman-ku, menga yana qanday hujjat kerak deb o'ylaydi. Lekin amalda ayni hujjat yo'qligi sababli odamlar navbatda sarson bo'ladi. Ariza topshira olmaydi, imtiyozdan foydalana olmaydi yoki o'ziga tegishli pulni kech oladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda pensiyadagi odamlar bilishi shart bo'lgan amaliy ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman. Avvalgi yillarda ko'pchilik pensiya masalasida bitta narsaga suyanib yashardi. Pensiya daftarchasi yoki bank kartasiga tushayotgan pul, odam pul tushyapti, demak hammasi joyida deb hisoblagan. Mahallaga borsa ham, shifoxonaga borsa ham, bankka borsa ham ko'pincha og'zaki aytib qo'ya qolardi. Men pensionerman. Ba'zi joylarda pensiya daftarchasi ko'rsatilardi, ba'zi joylarda pasport bilan tekshirilardi. Hozir esa tizimi ancha o'zgargan. Ko'p xizmatlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Davlat xizmatlari, subsidiya, ijtimoiy yordam, sanatoriy yo'llanmasi, dori-darmon imtiyozi, soliq yoki kommunal masalalarda tashkilotlar siz pensioner ekaningizni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumotnoma bormi deb so'rashi mumkin. Ayniqsa pensiya turi. Pensiya tayinlangan sana, pensiya miqdori, nogironlik guruhi bilan bog'liq holatlar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi masalalarda oddiy bank SMS xabari yetarli bo'lmaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam o'z vaqtida bitta ma'lumotnomani olib qo'ymagani uchun keyin 2-3 kun yuguradi. Bir joydan ikkinchi joyga boradi, hujjat yetishmaydi. Elektron bazada xato chiqadi. Ism familiyada bitta harf farq qiladi. Eski pasport ma'lumoti turib qolgan bo'ladi. Shuning uchun men bugun aynan shu hujjatni oldindan olib qo'yishni tavsiya qilaman. Bu hujjat sizning pensiya huquqingizni tasdiqlovchi rasmiy asosdir. Avvallari ko'p ishlar qog'oz arxivga bog'liq edi. Pensiyaga chiqayotgan odam mehnat daftarchasini ko'tarib yurardi. Korxonalardan ish haqi haqida ma'lumotnoma yig'ardi, arxivga borardi. Ba'zan yillar davomida ishlagan joyi yopilib ketgan bo'lardi. Pensiya tayinlangandan keyin esa odam odatda boshqa hujjat haqida ko'p o'ylamasdi. Pensiyam tayinlandi, endi tamom deb hisoblar edi. Hozir esa pensiya tayinlanishi bir masala. Pensiya oluvchi maqomini turli joylarda tasdiqlash boshqa masala. Masalan, siz pensiya olayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin subsidiya olishda tizim sizdan pensiya miqdorini ko'rsatadigan ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Bank kredit yoki kafillik masalasida doimiy daromadingizni tasdiqlashni so'rashi mumkin. Shifoxona, sanatoriy, ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazi yoki mahalla sizning aynan qaysi turdagi pensiya olayotganingizni bilishi kerak bo'lishi mumkin. Yana bir o'zgarish, bugun ko'p ma'lumotlar elektron tarzda olinadi. Davlat xizmatlari markazi orqali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi orqali ma'lumotnoma olish imkoniyati bor. Lekin hamma pensioner ham telefon, internet, elektron raqamli imzo, shaxsiy kabinet kabi narsalardan foydalana olmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, agar siz elektron xizmatlardan foydalanmasangiz ham yaqinlaringiz yordamida yoki bevosita borib rasmiy ma'lumotnomani olib qo'ying. Uni uyda boshqa muhim hujjatlar bilan birga saqlang. Birinchi navbatda yoshi katta bo'lsa-da hali ham hujjatlari to'liq tartibga kelmagan pensionerlar xavotir olishi kerak. Masalan, pasport yangilangan, lekin pensiya bazasida eski hujjat raqami qolgan bo'lishi mumkin. Ism, familiya yoki otasining ismida lotin va kiril yozuvida farq bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana bir joyda un ichmay, boshqa joyda irmirmay deb yozilib qolgan holatlar ham uchraydi. Shunday kichkina xato keyinchalik katta muammoga aylanadi. Ikkinchi toifa, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Chunki bu yerda pensiya bilan birga nogironlik guruhi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, qayta ko'rik muddati kabi ma'lumotlar ham ahamiyatli bo'ladi. Masalan, odam ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oladi.
Lekin biror imtiyozga murojaat qilganda undan guruh va pensiya turi ko'rsatilgan rasmiy hujjat so'raladi. Agar hujjat bo'lmasa, u yana shifoxona, komissiya, pensiya bo'limi o'rtasida vaqt yo'qotishi mumkin. 3-toifa. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi oilalar. Bu yerda odatda voyaga yetmagan farzandlar, talaba bo'lgan bolalar, vafot etgan ota yoki onaning mehnat staji, oilaning tarkibi masalalari bo'ladi. Bunday pensiyalar bo'yicha hujjatlar ayniqsa ehtiyotkorlik bilan saqlanishi kerak. Chunki farzand o'qishga kirganda kontrakt, stipendiya, ijtimoiy yordam, mahalla yordami yoki boshqa to'lovlar masalasida rasmiy tasdiq kerak bo'lib qoladi. 4-toifa. Pensiya miqdori kam deb hisoblayotganlar. Ba'zan odam 25 yil ishlagan bo'ladi, lekin pensiyasi juda kam chiqadi. Sababi ish stajining ayrim yillari hisobga kirmagan, arxivdan ish haqi ma'lumoti topilmagan yoki eski korxona hujjatlari yetkazilmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda oddiy shikoyat qilish yetarli emas. Avvalo sizda hozirgi pensiya miqdori, tayinlangan sana va pensiya turi ko'rsatilgan rasmiy ma'lumotnoma bo'lishi kerak. Shundan keyin qaysi davrlar hisobga kirmaganini solishtirish mumkin. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, pensiya kartangizga muntazam tushayotgan bo'lsa, yaqinda davlat xizmatlari orqali ma'lumotnoma olgan bo'lsangiz va undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya turi miqdori to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Men sizga hamma ishni tashlab bugunoq yuguring demayapman. Men aytayotgan narsa shuki, bu hujjatni oldindan tayyorlab qo'yish oqilona ish. Masalan, uyda pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, uy-joy hujjati, tibbiy hujjatlar alohida papkada turadi. Pensiya ma'lumotnomasi ham shular qatorida turishi kerak. Chunki hayotda kutilmagan holatlar bo'ladi. Odam kasal bo'lib qoladi. Farzandi chet eldan kela olmaydi. Bankda masala chiqadi, mahalladan yordam kerak bo'ladi. Ana shunda hujjat tayyor bo'lsa, ish tez bitadi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli ayolni olaylik. U har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Qishda kommunal to'lovlar oshgani sababli subsidiya so'rab murojaat qilmoqchi bo'ladi. Mahallada undan pensiya miqdorini tasdiqlovchi hujjat so'rashadi. Ayol kartamga pul tushadi, SMS bor dedi. Lekin SMS rasmiy hujjat hisoblanmaydi. U pensiya jamg'armasi bo'limiga borishga majbur bo'ladi. Agar u ma'lumotnomani oldindan olib qo'yganida, arizasi bir kun oldin topshirilgan bo'lardi. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi yetim 2 yoshli erkak 35 yil zavodda ishlagan. Pensiyasi 1.500.000 so'm atrofida. U qo'shnisidan eshitadi. Seniki kam, qayta hisoblatib ko'r. U boradi, lekin qo'lida hozirgi pensiyasi qanday asosda hisoblanganini ko'rsatadigan hujjat yo'q. Pensiya bo'limida unga avval ma'lumotnoma, keyin arxiv hujjatlari, keyin ariza kerakligi tushuntiriladi. Agar u rasmiy ma'lumotnomani olib, qaysi davrlar hisobga olinganini solishtirsa, masala ancha aniq bo'ladi. 3-misol. Farg'onada bir oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzand 12 yoshga to'ladi va kollejdan keyin universitetga kiradi. Pensiya davom etishi yoki boshqa ijtimoiy yordam masalasida undan o'qishi, oilaviy holati va pensiya olayotganini tasdiqlovchi hujjatlar so'raladi. Oila hujjatlarini tartib bilan saqlamagan bo'lsa, har safar yangidan yuguradi. Bu esa asab, vaqt va yo'l xarajati degani. 4-misol. Qashqadaryoda bir pensioner ayol sanatoriy yo'llanmasi olishni xohlaydi. Undan pensioner ekanini va pensiya turini tasdiqlovchi ma'lumot so'raladi. U eski pensiya daftarchasini olib boradi, lekin tashkilot yangilangan rasmiy ma'lumotnoma talab qiladi. Natijada u yana tuman markaziga qatnaydi. Bunday holat ko'p. Shuning uchun men hujjatni faqat ma'lum chiqqanda emas, oldindan olish kerak deb ta'kidlayman. Siz olishingiz kerak bo'lgan hujjatning mazmuni oddiy. Unda sizning EFC, tug'ilgan sanangiz, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana, pensiya miqdori va pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumotlaringiz aks etishi kerak. Ba'zi holatlarda ma'lumotnoma elektron shaklda QR kod bilan beriladi. QR kod bo'lsa, tashkilotlar uni tekshirib, hujjat haqiqiyligini ko'rishi mumkin. Bu juda qulay. Agar sizga faqat pensioner ekaningizni tasdiqlash kerak bo'lsa, umumiy pensiya ma'lumotnomasi yetadi. Agar siz pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lsangiz, unda qo'shimcha ravishda ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxalari ham kerak bo'lishi mumkin. Shuni chalkashtirmang. Pensiya ma'lumotnomasi birinchi asosiy tasdiq hujjati. Arxiv hujjatlari esa qayta hisoblash yoki aniqlik kiritish uchun
qo'shimcha asos bo'ladi. Birinchi nozik jihat elektron bazadagi ma'lumot bilan qo'lingizdagi eski hujjat bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, eski mehnat daftarchasida familiya kirilda boshqa yozilgan, pasportda lotinda boshqa yozilgan. Bunday vaziyatda hujjatni olib qo'yish bilan cheklanmasdan xatoni tuzatish haqida ariza berish kerak. Aks holda keyin meros, bank, imtiyoz, davolanish yoki subsidiya masalasida muammo chiqadi. Ikkinchi nozik jihat pensiya miqdori har oy bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zan indeksatsiya bo'ladi, qo'shimcha to'lov bo'ladi, ushlab qolish bo'ladi, qarzdorlik yoki boshqa hisob-kitob bo'lishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotnomani qaysi sana holatiga olinganiga qarang. Agar siz hujjatni bir yil oldin olgan bo'lsangiz, bugungi ariza uchun yangisi kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat bank kartasidagi tushum pensiya miqdorini to'liq tushuntirib bermaydi. Kartaga pensiya bilan birga boshqa to'lov ham tushishi mumkin yoki aksincha qarz bo'yicha ushlab qolish bo'lsa kamroq tushishi mumkin. Tashkilotlar uchun esa rasmiy belgilangan pensiya miqdori muhim. Shuning uchun kartamda shuncha pul bor degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. To'rtinchi nozik jihat ishonchnoma bilan ish ko'radiganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa yoki uzoqda yashasa, farzandi yoki yaqin qarindoshi uning nomidan ish yuritishi mumkin. Lekin buning uchun notarial ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va ayrim holatlarda qo'shimcha ariza talab qilinadi. Men o'g'liman yoki men qiziman degan gap hamma joyda yetarli bo'lavermaydi. Beshinchi nozik jihat vaqtni cho'zmaslik kerak. Pensiya bilan bog'liq ayrim to'lovlar yoki qayta hisoblashlar ariza berilgan sanadan boshlab ko'rib chiqilishi mumkin. Agar siz bugun murojaat qilishingiz mumkin bo'lsa, lekin hujjat yo'qligi uchun bir oy kechiksangiz, bu pul masalasida farq qilishi mumkin. Ayniqsa kam ta'minlangan oila, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, parvarish puli kabi yo'nalishlarda hujjat va sana juda muhim. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam pasportingiz yoki ID kartangizni, pensiya kartangizni, agar bor bo'lsa eski pensiya daftarchangizni, mehnat daftarchangizni va ilgari berilgan pensiya hujjatlarini bitta papkaga soling. Hujjatlar tarqoq yotmasin. Bir qismi sandiqda, bir qismi farzandingiz uyida, bir qismi eski sumkada bo'lsa, kerak paytda topolmaysiz. Ikkinchi qadam hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Menga pensiya olayotganimni, pensiya turimni va pensiya miqdorini tasdiqlovchi rasmiy ma'lumotnoma kerak deb aniq ayting. Agar siz elektron xizmatlardan foydalansangiz, podkubuz orqali ham shunga o'xshash ma'lumotnomani olish imkoniyatini tekshiring. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Uchinchi qadam hujjatni olgach, uni shunchaki papkaga solib qo'ymang, avval tekshiring. Familiyangiz to'g'rimi? Ismingiz to'g'rimi? Tug'ilgan sanangiz to'g'rimi? Pasport yoki ID ma'lumotingiz mosmi? Pensiya turi to'g'ri yozilganmi? Miqdor hozirgi holatga mosmi? Agar xato ko'rsangiz, mayli, keyin tuzatarman demang. Shu joyning o'zida xatoni tuzatish tartibini so'rang va yozma ariza bering. To'rtinchi qadam, agar pensiyangiz kam deb o'ylasangiz, faqat og'zaki shikoyat bilan cheklanmang. Avval ma'lumotnomani oling, keyin mehnat daftarchangizdagi ish joylarini birma-bir ko'rib chiqing. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi korxona yopilgan, qaysi davr hisobga kirmagan bo'lishi mumkin, shularni yozib chiqing. Kerak bo'lsa, arxivga so'rov yuboriladi. Arxiv ma'lumotlari topilsa, pensiyani qayta hisoblashga asos paydo bo'lishi mumkin. Beshinchi qadam, hujjatning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Asl nusxani uyda saqlang, oddiy nusxasini kundalik ishlarda ishlating. Agar elektron QR kodli hujjat bo'lsa, uni telefoningizda saqlab qo'yish mumkin. Lekin faqat telefonga ishonib qolmang. Telefon buziladi, yo'q qoladi, internet bo'lmaydi. Qog'oz nusxa ham kerak. 6-qadam. Yolg'on va'dalarga ishonmang. Ba'zi odamlar men pensiyangizni oshirib beraman, falon pul bersangiz hujjatingizni tez chiqaraman, tanishim bor deb aldashi mumkin. Rasmiy ma'lumotnoma olish oddiy tartibdagi davlat xizmati. Siz avvalo rasmiy idoraga murojaat qiling. Agar kimdir pul so'rasa, nima uchun so'rayotganini, rasmiy to'lov bormi yo'qmi, kvitansiya beriladimi, shuni aniqlang. Agar siz ariza yozsangiz, unda talabingiz aniq bo'lsin. Masalan, menga pensiya olayotganimni, pensiya turini, tayinlangan sanasini va amaldagi pensiya miqdorini tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar qayta hisoblash masalasi bo'lsa,
mehnat stajim va ish haqi ma'lumotlarimni inobatga olgan holda pensiyamni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yoziladi. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz to'g'ri bo'lishi kerak. Men yana bir narsani alohida aytaman. Arizaning nusxasini o'zingizda qoldiring. Qabul qilingan sanasi, kirim raqami yoki tasdiq belgisi bo'lsa, keyin murojaatingizni kuzatish oson bo'ladi. Og'zaki aytib ketish bilan yozma murojaatning farqi katta. Og'zaki gap esdan chiqishi mumkin, yozma ariza esa rasmiy jarayonni boshlaydi. Agar sizning ota-onangiz, bobo-buvinggiz pensiyada bo'lsa, iltimos ularga yordam bering. Ko'p yoshi katta insonlar idoralarga borishdan tortinadi. Elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Hujjatdagi xatoni sezmaydi. Siz bir soat vaqt ajratsangiz, ularning keyingi bir necha oylik sarsonligini oldini olasiz. Hujjatlarni ko'rib chiqing. Pensiya ma'lumotnomasini olib bering. Papkaga tartiblab qo'ying. Bu oddiy yordam emas, bu ularning huquqini himoya qilishdir. Bugungi asosiy fikr shuki, pensiya olayotganingizni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumotnomani oldindan oling va hujjatlaringizni tartibga keltiring. Bu hujjat subsidiya, imtiyoz, sanatoriy, bank, mahalla yordami, qayta hisoblash va boshqa ko'plab vaziyatlarda kerak bo'lishi mumkin. Hujjatdagi har bir harf, sana va raqam muhim. Xato bo'lsa vaqtida tuzating. Pensiya kam deb o'ylasangiz, rasmiy ma'lumotnoma va arxiv hujjatlari asosida murojaat qiling. Sizdan iltimos izohlarda yozib qoldiring. Sizda pensiya ma'lumotnomasi bormi? Uni qayerdan olgansiz? Olishda qiyinchilik bo'lganmi? Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegishi uchun videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda olingan hujjat ko'p asab, ko'p xarajat va ko'p sarsonlikning oldini oladi.